Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shaharda ko'rib turganlaringizdek ot anjomlari do'konimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatayotgan anjomimiz paylangan egar. Egarimiz yog'ochdan tayyorlanadi, 21 ta qismdan yig'iladi. Yog'ochi qoratol yog'ochdan tayyorlangan paylangan ot egarimiz. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek egarlarimiz katta kichik razmerlari bor. Mana ko'rib turganingizdek, hozir bittasi 18 razmer, bittasi 19 razmerda. Ustidan chexol apshivka qilingan, chexollangan egar. Yog'ochi qoratoldan bo'lgan, 2 marta paylangan, chexolli kojadan apshivka qilingan va mana bu yeri o'tirganda qulay bo'lishi uchun yumshoqqina material bilan qoplangan. Bu tomonlari charmdan qoplangan aziz do'stlar. Egarning narxi 2 million so'm. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Samarqand shaharda Registon maydoniga yaqin. Ekranda telefon raqamlar yozib qoldiraman. Kimda mana shunday universal ot egarlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Qarchig'ayli otlarga ham egarlarimiz bor. Zakazga tayyorlab beramiz. Qarchig'ayli otlarga ko'pchilik hozir bizga murojaat qilyapti. Mana sezonni o'rtasiga kelib ko'p otlarni egari urib qolyapti ekan, mana o'rtasi va yon qattol tomonlari bosgan holatlar bo'lgan ekan. Shunga bizga murojaatlar tushyapti. Mana shunday egarlarda kamchiligi bo'lsa telefon qilib murojaat qilsangiz, mana shunday qattolli, qarchig'ayli otlarga ham unaqa egarlar zakazga chiqadi aziz do'stlar. Zakazga ham yasab beriladi. Ko'rib turganlaringizdek, universal ot egarlari bahosi narxi 2 million so'm, bo'ladigan narxi shunaqta qilib berganmiz. To'g'ri kelmasa bir hafta ichida almashtirib beraman. Katta kichik razmerlarda paylangan ot egar. Va bizda qirg'iz egarlarimiz bor, original qirg'iz egar. Narxi 2 million. Luboy otga to'g'ri keladi. Qirg'iz egar temirdan tayyorlangan. Otlarni qarchig'ayiga tegmaydi bu. Qirg'iz egarda bizda savol tug'ilyapti. Qirg'iz egarda katta kichik variantlari bormi? Yo'q, bu egarimiz bir xil variantda chiqiladi. Qirg'iz egarni originalni katta kichigi bo'lmaydi. Bu luboy otga to'g'ri keladi. 2 yoshdan 12 yoshgacha to'g'ri keladigan qirg'iz egar. Narxi 2 million. Bizda mana bunday egarlarimiz bor. Narxi 1,5 million paylangan egar, 5 chexol variantlari. Kimga kerak bo'lsa paylangan egarlar ham bor. Ko'rib turganlaringizdek juganlar. Juganlarning narxi 250 ming so'mdan boshlab 100 dollargacha juganlar tayyorlab qo'yilgan. Ranglari har xil, qizil, qora, ko'k variantlari bor. Bizdan keyin ko'pchilik kumush juganlarni so'rashadi. Kumush juganlar narxi 100 dollardan tayyorlab beramiz. Yashil, qizil, ko'k ranglarda aziz do'stlar. Va hozir ko'pchilik so'raydigan mana yon tomonlari mana shunday temirlisi ham bor. Mana juganlarimiz narxi 100 dollardan original juganlar. Pastronkali juganlar bor mana. Bular ham shaybali pastronkadan tayyorlangan kumush jugan, narxi 750 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Ko'k va oq ranglari bor. Bu tomonda hozir yana bir dastavkamiz, yana bir komplekt yig'ilgan, ko'rib turganlaringizdek. Mana shu komplektni Buxoroga, Samarqanddan Buxoroga dastavka qilib beryapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, uzangi, jugon, ayil, pushton, terlatma, tortqi ip, chilgi jahaldiriq, xullas bitta otga quruq komplekt, bitta quruq otni polni kerakli anjomlari bilan. Mana shu komplektni biz hozir aziz do'stlar 3,5 million so'mga sotdik. Mana hozir dastavka qilib beryapmiz Samarqanddan Buxoroga. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday zakazlarimiz ham bor. Bu tomonda yopinchiq, yopinchiqni laqabi yozilgan komplekt kallasi bilan birga mana ko'rib turganlaringizdek otni kallasi, mana qalinligi qalin yopinchiq va
ko'rsatib o'taylik. Ko'krak fartuk laqabi yozilgan. Mana shunday zakaz qabul qilamiz. Ko'krak fartuk laqabini yozdirmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Biz 350 ming so'm evaziga mana shunday sizni otingizni ham laqabini yozib beramiz. Mana shunday yozib berish xizmatlari ham bor. 350 ming so'mga tayyorlab beraman. Xohlagan laqabni aytsangiz yozib beraman. Endi komplekt mana shapkasi, yopinchig'i, nomini yozish kerak degan savol tug'iladi. Aziz obunachilar, yopinchiqni komplekt 1 million so'mga shapkasi bilan ikki tarafiga nomini yozib beraman. Mana bu tomoniga ham yozilgan va bu tomonga ham yozilgan. Otni logotipi qo'yiladi ikki tarafiga. Ko'pchilik bir tarafga xayol suradi, lekin yo'q, biz ikki tarafga yozib beramiz. Narxi 1 million so'm bo'ladi. Endi otning bo'yniga oq qora galastiklar narxi 150 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek narxi 150 ming so'mlik galastiklarimiz va biz hozir yana yangilik qilganmiz. Narxini sal arzonroq qilish maqsadida hozir mana shu bo'yinbog'imizni narxini 100 mingdan sotyapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Bunisi 150 ming, bunisi esa 100 ming so'mdan sotilyapti. Endi biz hozir yana bir yangilik ko'rib turganlaringizdek 3 ta bo'yinbog'ni bitta qilganmiz. Qalinligiga ahamiyat berasizlar aziz do'stlar. O'zi mana shu bo'yinbog'imiz eni 5 sm. 5 santimetrlisi juda qalin bo'lardi. Bizda shunday zakazlar tushdiki, mana ko'rib turganingizdek 10 santimetrli bo'yinbog'. Bu bo'yinbog' sotuvda ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz ham. Birinchi qilgan ishimiz, xudo xolasa, zakaz tushgandi. Mana qalinligini ko'ryapsizlarmi, aziz obunachilar? Otni bo'yniga taqib qo'ysangiz, uzoqdan ham ko'rinadi otingiz. Ishonavering. Sifati zo'r, bahosi 250 ming so'm, chunki bu 3 ta bo'yinbog'ni materiali ketgan. Aziz obunachilar, mana shu bo'yinbog' haqida bir fikrlaringizni yozib qoldiringlarchi, yana qanday fikr chiqadi? Misol, bu hozir Sayfullo TV kanalimizda aziz obunachilar ko'rib turganlaringizdek, necha 7 yil, 8 yildan beri YouTube'da videolar qo'yib boramiz. Shu kommentariyadagi savollarga qarab, biz mana shu fikrlaringizga qarab, yaxshi yomon fikrlar bo'lsa ham biz o'sha savollarga, kommentariyaga qarab videolarni chiqarib berganman. Mana shu bo'yinbog' haqida ham bir o'zingizning fikringizni yozib qoldiringchi. Mana shu 10 santimetrlik qanday chiqarkin otning bo'yniga? Zakaz shunday tushdi. Bitta obunachimiz bizga murojaat qilishdi. Aka, mana bo'yinbog'ingiz zo'r. 5 santimetr pishiq materialdan tayyorlangan. O'shani 10 santimetr qilib bering deganlariga mana qilib berdik. Otni bo'yniga taqilganda juda chiroyli ko'rinadi, lekin aziz obunachilar, buni ham videosini chiqaraman hali otni bo'yniga qo'yib. Xudo xolasa, endi hozir mana bu tomonda yem to'rvalarning bahosi 100 ming so'm. Materiali 3 qavat materialda tayyorlangan. Regirovka bo'ladi, uzun qisqa bo'ladi aziz do'stlar. Razmerlari katta razmerda, katta otni ham og'zi kiradi bemalol, ko'rib turganlaringizdek. Bu tomonda esa kojinli nuqtalarimiz. Kojinli nuqta narxi 450 ming so'm. Arzonroq juganlar mana 200 ming so'mlik juganimiz oq jugan, qizil jugan 250 ming va temiri sariq variantlari ham bor, mana ko'rib turganlaringizdek. Narxi 350 ming so'mdan bo'ladi juganlar soni ko'p. Katta kichik bo'ladi. Pastronka lenta, baquvvat lentadan tayyorlangan, ikki tomonli mana shayba. Mana bu tepa qismlari katta kichik bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek qora qizil variantlari bor. Aziz do'stlar, mana ot anjomlar do'konimizda ko'rsatib o'tyapmiz. Etik zashitnik, plastmassaviy etik zashitniklarimiz bor mana. Narxi 250 ming. Yopinchiq, maydakkina yopinchiqlar ko'pchilik bizdan so'raydi. Narxi 250 ming so'm. Keyin qishki yopinchig'imiz bor. Hozir bu yerda egarlar qo'yganimiz sababli mana bitta shuni ham ko'rsatib o'tsak. Bundan bu yog'i qish mavsumi. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday egarlar. Xo'p, egarlarni oldik. Mana yopinchiq
qalin yopinchiq. Narxi 300 ming. Otlarni sovuqdan saqlash uchun qo'yiladigan eng qalin yopinchiqni bizdan ko'pchilik so'raydi. Narxi 300 ming so'm. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.